Tak yangi qishloqqa kelib oldim. Endi bu yoqda men bilan mazax yasashim mumkin. Va hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Zeytun O'zbek kanali do'stlar. Xush kelibsizlar yangi videomga keluvchi. Bugun videoda keluvchi yangi qishloqqa ko'chib keldi. Endi shu yerda mazax yasaymiz. Hammasi video boshlandi do'stlar. Videoga bittiga like bosib qo'yinglar. O'ylashimcha bu yerda meri bor va merdan uy sotib olishim kerak. Salom Zeytun. Salom, qalaysan? Sen bu yoqqa yangi ko'chib keldingmi? Ha, endi ko'chib kelaman. Yangi uy olishim kerak. Bizlarni meridan uy qayerda? Qishloqning o'rtasida. Ha, bo'lsa rahmat. Xo'p. Qishloqning o'rtasida, qishloqning o'rtasi. Endi bu yoqda men yangiman. Endi merni qidirib topishim kerak. Qayerda degdi? Ha, topamayman do'stlar. Qishloqning o'rtasi qayerda ko'rishim mumkin? Salom Zeytun. Salom. Mer uy qayerda? Shu oldingda uyda. Masindan. Da shunda. Xo'p, rahmat. Xo'p. O'ylashimcha men mer uy bo'lsa kerak. Menga qarab turibdi. Kirishim mumkinmi? Da, kiraveringlar. Kim u? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Men bu yoqqa yangi ko'chib keldim. Menga uy kerak edi. Qayerda? Bo'sh uyda bor. Bu qishloqda faqat bittagina bo'sh uy bor. Bu qayerda? Meni uyim oldida. Qaysi? Hammasi agorot, to'rttala agorot. Suvmi? Nech pul deysiz endi? 3 stak dollar. 3 stak? Da, 3 stakka to'lasiz bo'ldi. Uy sizniki. Bo'lmasa 3 stak dollar sizga beraman mana. Olishingiz mumkin. 1, 2, 3. Bo'ldimi? Da, beva sotib olishingiz mumkin. To'xtang, qo'lingizga bering. Yaxshi bo'ladi. Men 3 stak dollar. Bo'ldimi? Uy bandiki menda. Da, sizniki uy. Beva borishingiz mumkin. Aytgancha agorotda ishlasam bo'ladimi? Da, bu qishloqdagi uy sotib olganda agorot sizniki bo'ladi. Rahmat bo'lmasa. Xo'p. Yana kelib turing. Anaqa hozirlarni menga berasiz. Xo'p. Bo'pti janob mer. Xo'p. Agorot bor ekan do'stlar. Agorotda endi maza ishlayman. Va pul topaman. Agorotga vapsi gap yo'q. Bu sabzilar va kartoshkalar. Salom Zeytun, ne burada turibsan? Biroz suvda turgim kelyapti-da. Qaraysan, suvmisan, sen yangi ko'chib kelding. Da, men yangi ko'chib keldim. Uy sotib oldim. Zo'r uyda emassan, masjidda o'tiribman. Zo'r bo'lsa, uyni ko'rib chiqaman. Pastki qavatda nima bor ekan do'stlar? Bu oshxona ekan do'stlar, qaranglar. Mana stollar bor ekan. Endi mazza emasdi, choy ichib o'tiraman ertalab. Bu yerda orzu yemaydi do'stlar. Men shahardan ko'chib keldim. Va zerikamda bu yoqda xolodilnik bor ekan. Bo'ldi. Do'stlar, mana bitta qo'l yuvadigan joy bor ekan. Endi tepaga chiqamiz. Tepa xonadamchi anaqa bo'lsa kerak. Yotoqxona. O'ylashimcha da. Mana bu yerda balkon bor ekan. Faqat bu yerda anaqa yaxshi issiqqina o'tar ekanmiz. Issiqqina atrofdan kuzatib. Ba'zi bir balkonlarda tashqariga chiqish kerak. Sovuq bo'lgan bo'lsa tashqariga chiqib sovuq qotishi mumkin. Zo'r uy ekan lekin. Qishloqdagi yagona uy kerak bu. Chunki boshqa joylarda bunday uy ko'rmadim. Aytgancha do'stlar, sizlar bilan ko'rsatmoqchi edim. Ko'rib turishingiz mumkin. Menda pistolet va qurol bor. Nima sababdan bunday qurol bor desanglar, keluvchiman. Men bandit bo'lganman, shuning uchun men qiloqlarim bor. Nima bu qishloqqa bekor ko'chib kelganim yo'q. Men bu ziytirlarni avtomatim ko'rib qolmasin, pistoletlarimni. Keluvchiman, bu qishloq bekor kelganim yo'q. Men bu qishloqda hamma ziytirlarni o'ldirib, men qishloqni portlatib olmoqchiman. Men bu yoqqa bekor kelganim yo'q do'stlar. Men oddiy odam deb yasayman va ziytirlarni bir kun o'ldirib olsam mumkin do'stlar. Keluvchiman, shuning uchun ko'chib keldim. Men banditman do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Endi hech kim bu yerdan topa olmaydi do'stlar. Topib olish mumkin. Endi hech kim uyimga kirgizmay turaman. Xullas, kech tushib ketdi. Endi ertalab o'zimni kutib uxlayman. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zeytun O'zbek kanali. Keluvchi meni rejam bilasizlar.
Men bu yoqqa bekor ko'chib kelganim yo'q. Endi bu yoqda fermerchilik ishlarini qilishim kerak. Chunki bu yoqda men oddiy odamdek yasab, keyin ziydalar nima qilishini bilasizlar. Ve salom ziyda, salom. Ve men bilan yig'sa merga olib berishim kerak. Juda g'alati qilib qo'yishgan ekan. Mayli, bu yerdan kartoshkani olamiz. Kartoshka va sabzi kelgan. Kartoshkani ham juda ko'p ekan bu yerda rosa. Hammasini olishimiz kerak. Va bundan keyin qaytarib belki merga olib berishim kerak ekan. Xullas, udan olamiz. Sabzi va kartoshkani oldik. Endi bularni ekib chiqishim kerak do'stlar. Sabzidan birinchi boshlaymiz. Sabzini bu yoqqa. Biz oldim, endi bundoq qilib to'g'rab qo'yamiz. Va yana sabzilardan olib, endi ekib tashlaymiz. Va endi bu yoqqa kartoshkalarni ekishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, men rosa tez ekaman. So'ngra zeriktirib qo'ymayman do'stlar. Xullas, bu yoqqa ekib tashlaymiz. Endi bu yoqqa kartoshka ekishimiz kerak. Bizda 47 sabzi va 42 ta kartoshka bo'ldi do'stlar. Xullas, adashib ketib qoldim. Xullas, mer oldiga borib berishim kerak. Shunda mer uyusini emas, agrit oldi ekan. Bu yasi meni o'tiribdi, qachon kartoshka olib kelgan deb. Assalomu alaykum javob ber. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Men sizga sabzi va kartoshkani olib keldim. Ajoyib. Bugun ko'p chiqdi, dedi. Bo'lmasa xayr. Meram sal g'alati ekan. Bugun juda ko'p chiqdi deydi. Menimcha bu yerda oldin kimdir yasagan bo'lsa kerak. Shuning uchun shunaqa devorgan. Xullas, men matekan joyga qo'yib qo'yishim kerak. Endi telefonimni o'ynab o'tiraman. Kirasizmi? Bitta o'tirgan joy bor ekan. Hoppa, o'tirib olaman. O'yin o'ynayman. Bu yoqqa ko'chib kelgan odam umuman menga yoqqani yo'q. Ko'rinishida qanaqadir odammi? Puli ham yo'q bo'lsa kerak. Lekin qimmat uyga qamaganda namcha. Nada, bu o'zini puli emas. Qarz bergan, men qarzga bergan bo'lsa kerak. Lekin umuman yoqmadi. So'tak ekan bu. Menga umuman yoqmadi. Oldingi qisqada yasagan odam zo'r edi-da. O'sha qaytgan zo'r bo'lardi. Bu yaramas meni. Hech qanaqa mensimasdan qiyin ekan-ku bular. Menga ko'z qo'yaman. La'nati. Hozir avtomatni otsam eshitib qoladi. Yasib pistoletni otib tashlayman. Uni go'saydir bor va hech kim eshitmaydi. Hozir otsam, hozir atrofda ziyda bordi. Kechira otib tashlayman. Qatta yasasini ham bilib oldim endi. Menda o'zi ham turibdi endi. Hamma uxlab yotibdi. Pistoletim ovozini bo'lsa hech kim eshitmaydi. Hozir bekitib qilish kerak. Salom ziyda. Salom, yaxshimisan? Zo'rmisan? Anaqa, nimaga kelding? Kesh bo'lganda. Короче, qo'lini ko'taring. Boyman nima deyapti? Men yaqinlashman. Biz meni chaqirishim mumkin. Menisi sen yordam bera olmaydi, ziyda. Gapirsani o'ylash kerak edi. Va bo'ldi, endi hech kim meni topa olmaydi. Sen kimsan? Va bo'ldi. Ketsam bo'ladi. U ahmoqni o'z istasida. Sen nima qilding? Va bo'ldi. Uchta qishlog'i ketdi. Uchta ziyda. Men o'zing istadim. Sen avtomatimga qo'yib olgandim. Ovoz chiqarmaydigan. Xullas, uxlasam bo'ladi.